Начал. Хаммаga assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Kech bo'lishini qaramay, hozir bizlar Moskovskiy oblast, где-то Metichinskiy rayonidamiz. Sizlar uchun kecha kunduz xizmatdamiz. Hamisha nimaga deganda sezon boshlandi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, Caterpillar traktorlar bor, гусеничный полный поворотный ekskavatorlar bor bu yerda. Rossiyskiy pravo bilan 150 ming oklad oylik beradi. Plus sizlarga бесплатно жилье питание за счет компании beriladi. Samosollar ko'rib turibsizlar mana. Granitsa masalasida kichkinagina sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchilik so'rab turibdi hozir. Qachon chiqamiz, qanday vaqtda chiqamiz deb. Moskva vaqti bilan soat 7 dan boshlanib to 12 gacha granitsa bo'ladi. Mashtaka, Azinka, xullas ana shu granitsa 3 ta granitsaga chiqib turibmiz. Chiqmoqchi bo'lgan akalar mana shu ekranda nomerlarga telefon qilasiz. Yozning jazirama issiq kunlarida mana shunday lyuksoy mashinalarda granitsadan klientlar telefon qilib turibdi. Yozning jazirama kunida mana shunday salqin lyuksoy mashinada borib kelasizlar, qaranglar. Moqchi bo'lgan akalar lyuksoy alohida podlokotniklar ham bor, ko'rib turibsizlar. Mana qo'lda qo'yib bemalol borib kelasizlar. Ekranda nomer ko'rib turibsizlar, telefon qilinglar. Shoshilinglar. Mana shu kun xudo xolasa olib ketaman hammangizdan. Rossiyskiy pravo bilan ish qiladi lekin bularga. Bu yerda mana vatandoshlarimiz ekan. Assalomu alaykum. Qancha oylik olasiz? 150 oklad. Caterpillardan. Caterpillar. Yotoq Бесплатный. Yebичki? Platный o'zimizdan. Patent. Patent o'zimizdan olamiz. Patent zadeshka yo'q, Qaymay pul beraveradi. Puldan muammo yo'q. Vatandoshlarimiz taklif etib bilamizmi? Kelsalarmi? Pulna garantiya. Kelavering. Aldov yo'q, Zadeshka yo'q, kidalo yo'q. O'zini uverniy odam kelaversin ishlashga. Gap yo'q. Sositdan bo'lsa, сразу yozadilar azandovoychilar hammasi. Gap yo'q. Siz, assalomu alaykum. Kranovshik. Ya. Nereden so'zingiz? Turkmeniston. Vizamiz? Vizaviy rejim. Qancha oylik olasiz? 150. Вовремя зарплата. Kidala. Yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Вовремя beradi. Жилье, питание, hamma narsa bor. Gap yo'q. Ishingizga omad. Bu sinfdoshim bo'ladi. Mening maktabda bitirgandan keyin почти ko'rishmadik, bugun ko'rdik. Jo'rabek. Гусеничный ekskavatordasan, Гусеничный ekskavatorda o'tman, JCB traktor keyin. Qancha pul beradi? 150 ming rubl oylik olamiz. Oklad. Oklad olamiz. Ish bor, yo'q beraveradi. Ish bor, yo'q, yotsa ham shu oylik, qizig'i yo'q. Arendada yurasizlarmi? Arendada yuramiz, obyektda yuramiz. Firmani o'zida ishlaysizlar? Firmaning o'zida da ishlayveramiz. Obyekt olsa ishlayveramiz. Gap yo'q. Yuborgan yerda. Omad ishingga. Азербайджан. На чем работаешь? Ну, водитель. На самосвале? Да. Давно? Ну, У тебя российские права? да. То есть паспорт тоже, да, российский? Нет, вид на жительство. Вид на жительство. Да. Права российские, да, только? Да. Водительские. Зарплата вовремя 100. платить, да? Да. Не задерживать, да? Жилье питание все устраивает. Ну, все нормально. Traktorist, ekskavator. Qancha oylik? 150 Okladmi? oklad. Qachondan beri bu yerda ishlaysan? Ikkinchi yilimiz 1 yil ishladik. Normalniy. Ikkinchi yil boshlandi. Bu yil 2-yil, 150 ming ish bo'lsin, bo'lmasin pul beraveradi, Beradi u. Vovремя. Haftalab yotgan kunlarimiz ham bo'ldi. Kim chaqirdi bergan? Attestingizdan kelganman, attest. Oldindan ishlaysizlar ham berdi. O'tgan yilgi roliklardan agar pravo olgan aka-ukalarimiz bo'lsa, da? Да. O'tgan yili, по-моему, stroyka deydigan, santexnika. Стройкада, elektrikda. Elektrikda. Qancha edi o'tgan yil? 80 ming edi, 80 ming. Hozir Hozir 150 ming. 150 ming. Rossiyskiy pravo olgandan ko'ringlarmi? Shuning uchun men aytaman, постоянно hayotingizni tubdan o'zgartiring deyman. Nechun? 150 mingga уже ko'tarilib ketdi mana yarim yilning ichida. Tabriklayman bolalar hamma. Ko'ngildagidek bo'ldimi? Razryadlar necha bo'ldi bolalar? Razryadlarimiz. 6-razryad. Sen B, S, Y aldı, D almadı, D alganda 6 aldı, buna dedi. 6 bo'ldi, 4 ta особый отметка. Ardebek 4 ta kategoriya tabriklaymiz. 4 ta специальность, машинист грейдера, машинист bulg'ozera, машинист ekskavatora, машинист pogrushka. 6 razryad bo'ldi. Ko'rib o'tasizlar mana. Ana shunday xo'roz pravolar razryadi bilan kim olmoqchi bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, ekranda nomerlar bemalol. Nechun razryad bilan oldin Hasanboy? Oylik ko'p chiqmadi. Kattaroq texnika bilasizlar. Kim razryad nima uchun berilishini bilmasa, texnika sizga ana shunga qarab turib, mo'shsizligini qarab turib, razryadga qarab turib texnika beriladi. Ya'ni razryadlar orasida 50 mingga yaqin oylik farq qiladi. Masalan, 4 bilan 5 ning o'rtasida 5 bilan 6 ning o'rtasida. Shuning uchun omon bo'ling, razryad bilan pravo olmoqchi bo'lgan ukalarimiizga mana shu pravoni jo'nating, hammasi qonuniy. Bu yerda 1 yil bo'ldimi ishlagan? 1 yil bo'ldi. JCB-da? JCB farqi yo'q, haydayveramiz. Pravo olgandan keyin stajyor bo'ldimi? Masalan, kim og'ang yanına kelib shagird ko'chgan? Yo'q, burundan haydab yuribmi? O'qitib bor edi oldindan. Bor edi. Просто pravo yo'q edi. Sizdan pravo oldik. Молодец. Bu
Berge chaqirib bilamizmi axir? Masalan, zaryajini ish bilgan bolalarni. Nima chaqirsak bo'ladi. Yotoqxona bor, ovqat, Hamma narsa joyida. Jilyo, ishlayman pitaniya. degan odam bo'lsa, jilaniya bo'lsa kelaveradi. kelaveradi, ha? Постоянно shu yerda ishlaysizmi yo bo'lmasa arenda yurasizlarmi? Yo'q, zakaz, stroyka farqi yo'q. Yuborgan yerda ishlayveramiz. Главный pul berib turibdi. Va время. Pul berib turibdi. 150 ming, shuning uchun tengdoshlarimga ham aytib qo'ydi. Kelinglar ishlaymiz deb turib, pravo olsinlar, kasbni o'zgartirsinlar hozirdan. Ko'pchilik hal yurtda temirda, monolit, temir, svarshik, ana shunday ishlarda yurtida, eng vredniy ishlarda. Ko'rib, mana Abdubekka o'xshab turibman, ko'ringlarmi? Shekarniy polatolinlardan ko'ylaklarni kiyib turibdi, молодец. Endi esa tushirib o'tdik. Kerak bo'lsa, Zaparama murojaat etaverasizlar. Albatta, albatta. Mana Jo'rabek mening sinfdoshim aldanib qolibdi bu yerda. Buni kimdir masalan через pochta yuboribdi. Xudo xolasa ishlaringni hal etamiz sen ham. Yaxshimi sinfdosh? Unda Xudo xolasa. Xudo xolasa bo'ldi sinfdosh. Problema yo'q, xudo xolasa. Bu yoqdan endi hozir mana Jo'rabekning ishlab yurgan X kvadrat ekan. Bu Lincoln-ka? Ketaymi? Kitay. Ketay. Toza hech Bir oy bo'ldimi? bir oy bo'ldi ayda o'tdim. Toza texnika hech hali unday ko'p ham ishlamagan. Paket Paket texnika. Молодец. Yana biri bor, bu paket. Aha. Rossiyskiy pravo bilan, ha, texnikalarning hammasini. Bari rossiyskiy pravo bilan. Kimda masalan samosvallarga rossiyskiy pravo bo'lib turib, ishga masalan qiynalib yurgan bo'lsanglar, bu bolalarni masalan kim tanigan bo'lsa, bizning vatandoshlarimiz kelaverasizlar. Mana shu samosvallar bor, pogruzчиклар bor. Bemalol, пожалуйста, keling. Mana shu yerda. Bu yerda masalan hammasi o'zimizdan. Samarqanddan ham bor, ha? Samarqanddanmi bolalar? Yo'q, Samarqanddan ham kranovchiklar. Samarqand, Turkmanistondan даже viza, da Ozarbayjondan vizoviy rejimda kelgan, legalniy lekin yurgan birinchi ko'rishim Turkmanistonning vatandoshimizsi. Bu yoqda ustaxonasi bor ekan. Xullas, rossiyskiy pravosi bor odamlar bizlar mana shu описаниеda liba rolikning ichida qoldirib o'tamiz. Rolikni ichine qo'yamiz, ha, nomerni. Telefonlashinglar. Bu yoqda mana ustaxonasi. Xullas, ish bor, yo'q, sizlarga pul beraveradi. Vovвремя zarplata olib bilasizlar, bu yerda aldov yo'q. Главный bu yoqda o'zingizdan зависит qiladi. Ish bilsangiz, masalan, o'g'irlik qilmasangiz, bu yerda o'g'irlik qilganda qanday masalan, solyarka sливать qilib, masalan, ana shunday chipilarni qilmasanglar, lishniy xaltura ishlab qo'ymasanglar, arendaga borib, masalan, ekskavator pogruzчикda liba samosvalda. Xullas, sizlarni bu yerda xafa qilmaydi, pullaringizni beradi, vovвремя. Agar ana shunday ishlarni qilmasanglar, chipa qilmasanglar. To'g'rimi, Jo'rabek? Kerak bo'lsa, время qolsa beradi. Kelasizlar, kelgandan keyin hafta 10 kun ishlagandan keyin avans beraman. Men o'zim 10 kunning ichida yarim oylik qo'shadim bu. 70 ming. Hafta 10 kunning ichida sразу avans beradi. Agar yaxshi ishlaydigan, masalan, qochib ketmaydigan odamlar bo'lsa, pulni beradi. Sразу, masalan, patentmi, uydan kelishmi, masalan, главный rossiyskiy pravo ish biladigan odamlar kerak. Iloji bo'lsa, русский говорящий bolalar. Ko'rib turasizlar. Xullas, ish bilgan zaryajniy bolalar kerak bergan. Rossiyskiy pravosi bo'lsa, mana ustaxona, jilyo, yotoqxonani ko'rsatib o'tib ketamiz mana shu videoning ichida. Yotoqxonasi, xullas hammasi komfortniy, lyuks условия. Stoloy. Jasur akamiz bu yoqda mana qo'mondan, главный qo'mondanlardan. Problema yo'qmi axir bundan? Xudoga shukr. O'tgan yil 135 premiya oldik. 1 yil ishlagandan keyin dekabrda beraman premiya? Ha, dekabrning 23-ida ketdim men, oylikdan tashqari premiyalar beradi. 1 yil ishlasada, Bir yil dekabr, ishlasa, masalan, sezonda martda kelib. Texnikani bizmay shu qarab, zakonni aydasa beradi premiya. Aha. Samosvalga masalan ko'p vatandoshlarimiz rossiyskiy pravosi bor, ish tovushga masalan qiynalib yurgan bolalar ko'p. Normalniy masalan, adekvatniy odamlar bor. Главный kelsa texnikaga qarab haydash kerak bo'lgan ish. Aytib o'tdim, masalan, chipa ishlamasanglar, lishniy shabashga, solyarka sливать etmasanglar, aldov yo'q deb turib, GPS bor tем более. Xullas, ne deymiz, aka-ukalar? Mana shu rolikka qo'ldan kelgancha bir podдержка qilib turib, like tugmalarini bosinglar, kommentda masalan kim qayerdan bizni kuzatib turibdi, masalan, может kelmoqchi bo'lgan vatandoshlarimiz bo'lsa, sizning nomerni qo'yib o'tamiz-da ekranga, videoning ichine. Bo'ladi. Bemalol o'zbekchalab gaplashib, maslahatlashinglar kelishdan oldin. Ma'qul kelsa kelinglar, пожалуйста, hech kimga bu ish majbur emas. Yana aytdi-ku, nachalnik keladi, bir oy ishlaydi, yaxshi до конца ishlaydi, bo'lmasa pul Da, olib ketaveradi. bir oy ishlaysizlar, kelasizlar, agar sizlarga ma'qul kelmasa, расчет etadi, ketaverasizlar дальше. Начальник лишний o'zi aytdi, смысла нет dedi, удержать человека dedi, если не хочет дальше работать deb turib, lishniy o'zi aytdi, o'zi bilan hammasini bu yerda muhokama qildik. Xullas, aka-ukalar, podдержка qilamiz, ko'proq like bosamiz, shunda ko'proq vatandoshlarimiz ko'radi, ishsiz yurgan vatandoshlarimiz ishga keladi, ishsiz yurgan vatandoshlarimiz ishli bo'lsin, pulli bo'lsin, kuchaysa ham o'zimizga kuchaysin. Like bosing, like.